Shokoladli sinabonlar nafaqat shokoladli bo'lganligi uchun ta'miga ham ega bo'lganligi sababli boshqacha ta'mni beradi. Idishimizga birinchi bo'lib apparamizni tayyorlab olamiz. Yutib olgan sutimizga drojjamizni solamiz, venchikda aralashtirib 15 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Boshqa idishimizga saryog'imizni eritib olib, unga tuxum solib, vanilin solib, venchikda aralashtirib qo'yamiz. Va yana alohida idishga quruq masalliqlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Sariyog'li massamizga apparamizni solamiz va unimizni ikkiga bo'lib solib, yaxshilab aralashtiramiz. Hech qachon bittada sovurishinglarni tavsiya qilmayman, chunki bittada sovursanglar xamiringlar qattiq chiqib qolishi mumkin. Tayyor bo'lgan xamirimizni 1 soatga tindirishga qo'yamiz va uni videoda ko'rsatilgandek qilib yupqa qilib yoyib olib, haroratidagi sariyog', shakar, koritsani solib aralashtirib xamirimizga surib chiqamiz. Ustidan apelsin sidrasini sepib rulet qilib o'rab olamiz. Sinabonlarimizni bir xil shaklda kesib olib, yana yarim soatga xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Yarim soatdan so'ng ustiga qaymoqni qo'yib, qizib turgan duxovkamizga yuboramiz. Sinabonlarni ustiga xohlasangiz quruq shokoladni o'zini, xohlasangiz videoda ko'rsatilgandek glazur tayyorlab, ustidan issiqligida quyib olamiz. Va xohishga ko'ra bezak berib, dasturxonga tortiq qilamiz. Albatta tayyorlab yaqinlaringizni xursand qiling. Yoqimli ishtaha!